Korrupsiya mamlakat ham jamiyat rivojlanуына keri ta'sir etuvchi dunyodagi eng unamsiz illat. Oған qarshi kurashuvga байланысты mamlakatimizda bir qator huquqiy hujjatlar qabul etilgan. O'zbekiston mamlakatlik diniy tarbiya ham sport universiteti Nukus filialida o'tkazilgan ilajda yoshlarga usul huquqiy hujjatlarning mazmun ma'nosini terengdan o'rganishga bag'darlandi. Filial stüdentlerime o'tkazilgan ilajda korrupsiya tek qana mamlaketlik sistema ham ekonomikaga emas, al jamiyatning ruhiy adabiyotramlik o'rtalig'ini da ulkan xavf tug'diratganini atab o'tib, ilajning tekarg'i maqsadi yoshlarning sanasida huquqiy madaniyatni bekemleu ham ularda korrupsiyaga qarshi tushunliklarni arttırу ekeni bildirildi. Ilajga Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi ham Ichki ishlar adillik ministrliklarining vakillari qatnashib, korrupsiyaga nizam normalari qabul etiluvine qaramasdan, elimizde usul illet arqali daromad tabuda o'zine map ko'rgan zamondoshlarımizda yo'q emasligini aniq misollar bilan tushundirdi. Mamlakatimizda xalqning huquqiy sana sezimin asru ham huquqiy madaniyatni qalbleştirүү maqsadida korrupsiyalik жағдайлардың алдын алу maqsadida ko'plagan ishlar amalga oshirilmoqda. Sol menen bir qatorda filialimizda professor o'qituvchilar ham student yoshlar tesla tarov qanegelari menen bugun uchrashuv o'tkazilmoqda. Uchrashuvdan tekarg'i maqsad korrupsiyaga qarshi kurashuv, ochiqlik ham oshkoralikni ta'minleu, chiqarilib o'tirgan toza nizomlar, qarorlar bilan tanishtiruvdan iborat. Ularning shengberinde filialimizda Telegram botlar, senim telefonlari, adolat qutushalari o'rnashtirilgan. Korrupsiyalik жағдайлар алдын алуға qaratılgan бұл қызмет түрлері білімлендіру системасында korrupsiyasiz jamiyat quruға, яғни har bir buxaraning o'zi jamiyatimizga korrupsiyadan tez mamlakat quruға bo'lgan eng birinchi qadamlardan biri bo'lib табылады. Ilaj qatnashuvchilari atab o'tgandek, korrupsiyaga qarshi kurashuv tek qana huquq qo'rg'ov uyumlarining vazifasi bo'lib qolmasdan, al butkul jamiyatning ulama javobgarchiligi bo'lib hisoblanadi. So'liqdan yoshlarning huquqiy sanasi ham dunyo qarasini qalbleştirүү, hadallik ham adillik qadriyatlarini bekemleu, har bir bilimlendirүү mekemesining oldinda turgan ahamiyatli vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.